hamma trikotaj sharflarim cho'zib ketyapti, duo tumidinglar. Mana sharf o'rab ko'rdinglarmi? Differensiya brendiniki. Bu yangi kolleksiya. Juda ham прочный material, rasvetkasi juda ham ko'p. Mana qaranglar. Slonovая кость, ivory, молочный, cappuccino, to'q cappuccino, ikki xil seriyda mana ham hozir trend bo'lyapti. Jinsiy rang. Mana hamma kiyimga tushib ketadi mana rangda. Neytral va грязно-розовый, rasvetkasi jinsiy, xakki rang, izumrudniy, bordoviy, qizil, qora, temный, siniy, imam to'q chokodan bor. Choklariga e'tibor berasiz, juda ham akkuratniy tikilgan. Mana biz ancha oy oldin tiktiramiz edi. Buni Istanbulga primoy rosa kutamiz. Nimaga? Chunki bular e'tibor berishadi kачествосiga. Shunga ham rosa ko'p vaqt ketadi bularning tikilishiga. Mana качественный tikishga harakat qiladi bu brend. Mana bunaqa upakovkalarda keladi. Qaranglar. Вообще chiroyli. O'zi oxirgi paytlar faqat differensiyaga juda ham katta kuch berganimizni sezayotgan bo'lsanglar, sharflari, ma'mula bemalol shapkasiz o'raladi.